Assalomu alaykum. Mana shunaqa joyda ko'rganmisizlar. Hozir mana shu yerdan qorni kurib tashlaymiz. Tepada ishlayotganda ehtiyot bo'lingizlar. Mana iplarni bog'lab oldik. Mana shu turbaga bog'ladim endi. Juda opasniy ishlar. Qor tozalash kerak. Kuzatishda davom eting do'stlar. Ishimiz mana ishni boshladik. Ko'ryapsizlar. Nimaga? Mana o'zi 1 metr. Yetadi, nariyoqqa yursam bu yoqqa cho'zaman-da hozir. 4-etajni tepasidamiz. Sofirlar laykni bosamiz. Mana shunday ishlarimiz. Arzimagan mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Hozir 6 metrchani oldik. Endi tepaga chiqamiz. İpimiz uzilishni boshlayaptimi? Uzilib turibdi-yu. Sharmanda qilmasin endi. Qorda yiqilibdi deb bile. Ana shunday mana. Do'stlar, Rossiya ishlari mana shunaqa. Xullas kalom bog'laydigan joy yo'q. Mana buni qarang. Rasul aka, mana bunga ishonib bo'lmaydi mana bularga. Shunday bog'lagan joy topolmayapman. Juda ham opasniy, ko'ryapsizlar. Ushlab turibman, ushlab turibman ipda. Ehtiyot bo'lib uravering. Dasta qo'ldan tayib ketyaptimi? Mana qo'ldani. Mana shunday ushlab turibman. Ipda Rasul aka muzni qo'paryapti mana shaharda. Musofir do'stlar, Alloh panohida saqlasin barchangizni. Ramazoni oyi muborak bo'lsin. Do'stlar, qo'llab-quvvatlaringizlar. Non topish oson emas Rossiyada ham. Omad barcha musofir do'stlarimizga.